Bizning birinchi qurbonimiz bu Bohirchik, ya'ni mashkanali oldingi egasi. Assalomu alaykum Bohirchik. Bro, agar siz qiz bo'lib qolsangiz nima qilardingiz? Va alaykum assalom, ushab ko'rardim. Nimani? Qo'shnimni gilosini. Ha, uniki kattami? Qo'qqon gilos. Va keyingi youtuberimiz Baksuz. Va shuna qilib Baksuzning ichkariga o'tib oldik. Salom, muhim gapingiz bo'lmasa yozmang. Bizning muhim gapimiz ham bo'lmasa, lekin baribir ham biz ularga yozaveramiz. Assalomu alaykum bro. Mashqa sizni so'rayapti. Va shuna qilib Baksuz yozgani muhim edilar. Ya'ni offline bo'lib turdilar. Bilmadim ular o'qidilarmi yo'qmi? Balki sekret qilib o'qigandirlar. Xullas, endi keyingi youtuber o'tamiz. Qana ketdi. Keyingi youtuberimiz bu edi. Ha, sizlar kutganmidinglar? Assalomu alaykum bro, qachon uylanasiz? Da do'stlar, mana Redirga yozgan edi, Redir ham o'qimadilar, xuddi Baksuzga o'xshab. Qani unda bolalar, endi sirli youtuberga o'tamiz. Sirli youtuber kim deb o'ylaysizlar bolalar? Va sirli youtuber bu Artifact bolalar. Lekin bolalar Artifact bilan yozishganimizni ko'rsatmayman. Buni men 4-qismda chiqarmoqchiman, lekin 4-qismda hech qanaqa like payklasiz. Kanalimizda 500 odam yig'ilganda, o'shanda men buni 4-qismini chiqaraman va Artifact bilan yozishganimizni hammasini to'liq qilib ko'rsataman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va kanalimizga obunachilarning sonini 500 ta qilishga yordam bering.